Ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo Qur'onning An'om surasida. Bu nima degani? Pishmasdan turib yema degani. Biz xom paytda yeb, bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytayapmiz. Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti. Masalan, mevalar bor. Masalan, badrini ham kichkinaligida desangiz zo'r. Katta yeb ketganda, pishib ketganda bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsa emas. Salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Taboroniydan keltirilgan hadisda aytadilar: diqqat qilinglar-da, o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa. Shart olib yeyveramiz-ku. Man akala tin fa ka'annama aana ala qatli nafsihi. Rasululloh aytadilar Imom Taboroniyda, kimda kim iflos narsani